Joriy yil 23-yanvar kuni Ellikqal'a tumani huquqni muhofaza qiluvchi organlarning idoralararo muvofiqlashtirish kengash yig'ilishi bo'lib o'tdi. Kengash yig'ilishini Ellikqal'a tuman prokurori Muzaffar Atajonov boshqarib bordi. Yig'ilishda Qoraqalpog'iston Respublikasi Jinoyatchilikni tahlil qilish va kriminogen hududlar bilan ishlash bo'limi boshlig'i Temurbek Bekmuratov, Ellikqal'a tumani hokimi Valijon Niyozimbetov, hokimlik mas'ul xodimlari, tumandagi huquqni muhofaza qiluvchi organlar va nazorat qiluvchi organlar rahbarlari va xodimlari, profilaktika inspektorlari, ta'lim muassasalari va mutasaddi tashkilot rahbarlari, ovul va mahalla fuqarolar yig'inlari raislari qatnashdilar. Yig'ilishda Ellikqal'a tumani hududidagi umumiy jinoyatchilikning o'tgan 12 oy davomidagi ko'rsatkichlari tahlil qilinib, 2025-yilning 12 oyi davomida tumanda qonuniylikni mustahkamlash, jinoyatchilikka qarshi kurashishni tashkil etish, fuqarolarning huquq va erkinliklarini himoya qilish borasida amalga oshirilgan ishlar yuzasidan Ellikqal'a tuman prokurori adliya maslahatchisi Muzaffar Atajonov axborot berdi. Ta'kidlanganidek, tumanda 2025-yil 12 oyi davomida qonuniylikni mustahkamlash, jinoyatchilikka qarshi kurashishni tashkil etish, fuqarolarning huquq va erkinliklarini himoya qilish borasida bir qancha ishlar amalga oshirilgan. Ko'rilayotgan choralar natijasida tumanimiz hududida umumiy jinoyatchilikning o'tgan yillarga qaraganda kamayishiga erishilayotgan bo'lsa-da, ayrim turdagi jinoyatlarning o'tgan yil shu davri bilan solishtirganda ortib ketishi kuzatilgan. Yig'ilish davomida yo'l qo'yilgan tizimli kamchiliklar keskin tanqid ostiga olindi. Ushbu masalalar muhokamasi jarayonida yoshlar va ayollar o'rtasida huquqbuzarliklarning kelib chiqish sabablarini aniqlash va ularning ijtimoiy huquqiy himoyasini kuchaytirish, jinoyatchilik ahvoli murakkab bo'lgan qizil hudud mahallalarda huquq-tartibot idoralari va jamoatchilik hamkorligini kuchaytirish, maktablarda ta'lim sifati va davomatni qat'iy nazorat qilish, shuningdek aholining bandligini ta'minlash, imtiyozli kreditlarning maqsadli yo'naltirilishi orqali iqtisodiy omillar sababli sodir etiladigan jinoyatlarning oldini olish masalalari atroflicha muhokama qilindi. Yig'ilishda kelgusida o'tgan davr mobaynida yo'l qo'yilgan xato va kamchiliklarni takrorlamaslik, huquqni muhofaza qiluvchi organlari va fuqarolarni o'zini o'zi boshqarish organlari bilan birgalikda ishlarni chora-tadbirlar dasturini ishlab chiqib, amalga tatbiq qilish masalasi muhokama qilindi. Yig'ilish yakuni bo'yicha huquqni muhofaza qiluvchi organlar muvofiqlashtiruvchi kengashning tegishli qarori qabul qilindi.